Diqqat, shoshilinch xabar. Yangi yilning ilk birinchi haftasida O'zbekistonda qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Ushbu haftada qaysi hududlarda qor yog'ib, anomal sovuq bo'lishi aytildi. Fuqarolar tezda boxabar bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. 7-10 yanvarda ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati 7-9 yanvar kuni kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduz kunlari 5-10 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 7-9 yanvar kuni 0-5 daraja sovuq, kunduz kunlari esa 8-13 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. 7-9 yanvar kunlari ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati 7-8 yanvar kuni kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. 9-10 yanvar kuni kechasi 2-3 daraja sovuq, kunduz kunlari 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 7-10 yanvar kunlari ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 7-8 yanvar kunlari kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. 9-10 yanvar kunlari kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina 7-10 yanvar kunlari ba'zi joylarga tuman tushadi. Havo harorati 7-8 yanvar kunlari kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduz kunlari 9-14 daraja iliq bo'ladi. 10-12 yanvar kunlari ham kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 7-8 yanvar kunlari kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi. 9-10 yanvar kunlari kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq bo'ladi. 11 va 12 yanvar kunlari kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. 13 va 14 yanvarda kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduz kunlari 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq bo'ladi, deyilgan ma'lumotda. Azizlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barchaga e'tiborishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.